Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli podpischilar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa 14-oktyabr sanasidamiz, aziz do'stlar. Biz bu sanamizda navbatdagi qayta darvozamizni o'rnatib berdik. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Biz manzilimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumanidamiz, aziz do'stlar. Xudo xolasa bu fasonimiz qayta fason hisoblanadi. Qalinda bo'lgan darvozamiz. Xudo xolasa hozir bir qator videoyozuvlar qilib o'tamiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rasizlar, like, kommentariy ayamasizlar. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rasizlar, kerakli ma'lumotlarni berib o'tamiz. Darvoza o'rnatadigan akalarimizga xudo xolasa ma'lumotlarimiz kerak bo'ladi. Xudo xolasa boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana tag qismidan boshlaylik. Tagiga shivlar qilib berganmiz. Mashina kirganda boshqa bo'lganda ezilmaydi. Yaxshi betonni quyib qo'yishadi. Endi yondorlar xo'p 10/5 profil bo'lgan, stenkasi 2/1 stenada bo'lgan, stenkasi 2/1lik bo'lgan. Hamda o'rta stoykasi ham 2/1 bo'lgan, 10/5 profil bo'lgan, aziz do'stlar. Endi hop, teva qismi ham 10/5 profil bo'lgan. 2/1 stenada bo'lgan, aziz do'stlar, eslatib o'tamiz. Ahamiyat berasizlar shu stenkalarga, hop, listimizda ham qalinligini aytib o'tamiz. Endi ichki qovurg'alariga, ya'niki mana shu profillariga, 6/4 profillariga, mana shu profillariga 6/4 profil ishlatganmiz, aziz do'stlar. Buni ham stenkasi 1/7 stenada bo'lgan, 1/7 plyusovoyda bo'lgan, 1/8 ga tortadi. Qalinda bo'lgan, darvozamiz vazmi, shuning uchun ham qalin materiallardan ishlatganmiz, do'stlar. Endi listiga to'xtalamiz. Listi 1/8 plyusovoydan 2 qavatli variantda bo'lgan, shumizolyatsiya bo'lgan. Ya'niki mana shu qayta joylari 1/8 shumizolyatsiya qilingan, aziz do'stlar. Salki yaqinroq keling aka. Shumizolyatsiya qilingan. Darvozamizda shum yo'q, boshqa yo'q mana. Umuman, darvozamiz zo'r, jo'stki, xudo xolasa, mo'shni darvoza. Ruchka qo'yib berganmiz, bu darvozamizga moslab chiroyli turish uchun. Yaxshi, bu qora joylarini kraskadan chiqarib berganmiz. Hozir sal chang o'tirib qolgan. Mana xudo xolasa buni bitta artib tozalab yuvib qo'ysa zo'r turadi, yaltillab turadi. Glansli holatda bo'lgan, darvozamiz lakli holatda bo'lgan. Endi kraskasiga to'xtalamiz. Hozir kraskasi Devo kraskada bo'lgan, kraskasi. O'sha glansli lakli holatda bo'lgan darvozamiz. Turetik tozalak sepganmiz, issiqqa, sovuqqa chidamli, xudo bardoshli. Black hisoblanadi. Kraskasi ham Devo kraska, original holasi. Mana bu joylarga 3/2 profil to'qib berganmiz. 3/2 profil tortib berganmiz. Bu profilimiz ham xudo xolasa stenkasi qalinda bo'lgan. Xizmat yaxshi darvozamizda. Xudo qarash narsa ishlatmaganmiz darvozamizga. Sababi darvozamiz vazmi, xijolat qildirib qo'ymaslik uchun hamma narsasini qalinda dagor bo'lgan. O'sha dagorga monand darvozani olib kelib o'rnatdik. Monand yasaganmiz darvozani ham dagorga moslab. Endi zamoga to'xtalamiz. Zamoga har doimgidek Zuber zamok. Ishlashga bir baho berib qo'yasizlar. Juda zo'r, xudo xolasa. Akfansinger ishlaydi zamolarimiz. Xudo xolasa zamolarni ham yog'lab chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Endi bu darvozamizni orqa ko'rinishini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Ichkaridan shamol urar ekan, shuning uchun yopilib ketadi. Bu darvozamiz alohida kalitga bo'lgan. Mana shu joyda stoykasi bor, bu tomonda peshovodniy bo'lsa, ya'ni odam kirib chiqadigan bo'lsa, mana ikkita qanot mashinaga bo'lgan. Ko'rishlar mumkin. Bu darvozamizni razmerini aytib o'tadigan bo'lsam, balandligi 3,5 bo'lgan. Eniga 395 razmerda bo'lgan. Eniga. Balandligi 3,5. Alohida stoyka bo'lgan, aziz do'stlar, alohida kalitga bo'lgan. Endi orqa ko'rinishiga, orqa ruchkasiga zatorni qilib berganmiz. Ruchni tevadasi bekitadi bunda. Darvozamiz juda zo'r, xudo xolasa, o'rinda o'rnagan. Endi klientning xohishiga binoan qilib beraveramiz. Bu akamizga mashq holatda bo'lsin dedilar, mashq holatda qilib berdik. Endi kimgadir senter ruchka yoqadi, bitta yopganda tevadasi bekitadi. Ichki profil ichiga qo'yiladi, ichki mexanizm bor. Shuning uchun u sal opasniyroqligi uchun endi bu tashqi tomonda turadi. Endi bu xohlaganda senter ruchkamizga ham bir o'sha oydinlik kiritib o'tib ketamiz. Oldingi bir o'rnatgan darvozalarimizda ham bir o'sha oydinlik kiritganmiz. Endi bir yangi podpischilarimiz bor. Yangi podpischilarimizga ham
oydinlik kirib o'tib ketamiz. Center ruchka deganda mana shu joyga qo'yiladigan ruchka. Shundan burganingizda tepa pastga anaqasi ruchkasi chiqadi, nimasi? Bekitadigan chiqib turib, tepa past bekitadi aziz do'stlar. Endi bu narsa mana shu profilni yorib turib, profil ichiga joylashtiriladi. Ichida shesternasi bor. Sal qaltisroq harakat bo'lsa, buzilgandan keyin endi u mana shu joydagi profilni yorib turib yana olib uni to'g'rilash kerak. Endi bu holatda tashqi tomonda turadi. Tashqi tomonda turganligi uchun bu nima bo'lishi mumkin? Endi bir bu buzilmaydi bu narsa. Endi bu hamma biladi buni. Endi shanerlariga to'xtalamiz. Shanerlari 40 lik razmerdagi pachimnili shaner qo'yib berganmiz. Ko'rsatib o'ting aka, mana. Darvoza o'zi o'rni bo'lgan darvozamiz, qanotlarimiz ham hamma narsasi mana aylanib turishini ko'ring. Juda yengil darvozamiz. Yengil ochilib yopiladi. Va bu tomonga ham hatto mana kalitkasiga ham pachimnili shaner qo'yib berganmiz. Mana. Juda zo'r. Endi xudo xolasa bu darvozamiz egalari bilan ikkovi suhbatga tortib qo'yamiz. Qarab turing aka menga. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, qoldirgan raqamlarimiz orqali bemalol bog'lama orasida ishlarni tuzib beramiz, xudo xolasa. Endi bu darvozamizni 1 kvadrat metrni aziz do'stlar 1 million 100 mingdan qilib berganmiz. O'zbekiston bo'ylab shu narxdan qilib beraveramiz. 12 viloyat bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz mutlaqo bepul bo'ladi. Aloqaga chiqinglar, xudo xolasa ishonchli, garantiyali ishlarni bitkazamiz. Endi bu xonadonimiz egalaridan bir ikki og'iz bir o'z darvoza haqida fikrlarini nima qilamiz. To'g'ri, ikki og'iz bir gapirib qo'yaman. Klientlar borda, patlichilar bor. Mana darvoza yoqdimi, xudo xolasa? Chiroyli, ko'ngildagidek chiqqan, xudo xolasa. Darvozani borib ko'rishdi, bitish jarayonidan ham yoqdi, xudo xolasa. Mana olib kelib o'rnatdi, yana chiroyli chiqdi deb o'zlari ham xursand, xudo xolasa. Buyurtma beradiganlar bemalol qo'rqmasdan buyurtmani berishaversin, tog'a. Mana ishonarli, garantiyali. Xudo xolasa. Tog'a, sog' bo'ling, salomat bo'ling, tog'a. Yaxshilik kunlarga ochilib yopilsin. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar, yaxshilik kunlarda uchrashaylik.